Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Bugun keyingi darsimiz, ya'ni 16-darsimiz adjektiv va adverblar haqida gaplashamiz. Demak, adjektiv nima? Adjektiv bu sifat degani. Sifatni bilasizlar-a? Sifat qanday yoki qanaqa degan savolga javob beradigan so'z turkumi. So'z turkumi bo'lib, deyman, o'zidan keyin keladigan otlarni sifatlaydi. Ya'ni otlardan keyin o'zidan keyin keladigan otlardan oldin keladi. Shular sifatlab beradi. Misol uchun sifatlarga misol keltiramiz. Misol uchun big house deyman. Bu katta uy degani. Qanday uy? Katta uy. Bu yerda big degani bu sifat, house bu uy. Yoki men aytaman nice car deyman. Ajoyib mashina degani. Tushunarli bo'ldi. Qanday mashina desa, ajoyib mashina deb, nice car deb, bu yerda nice bu sifat bo'lib kelyapti. Qanaqa degan savolga javob beryapti va o'zidan keyin keladigan otlarni sifatlayapti. Qanday uy? Katta uy yoki qanday mashina? Katta mashina degandek. Bular sifatlar. Keyinroq sifatlar shakllarini ham o'tamiz. Hozircha faqat sifat nimaligini tushuntirib beryapman. Keyingisi adverb. Adverbs. Bu ravish degani. Ravish. Bu ham qanday, qanaqa yoki buni aytsa bo'ladi, qay tarzda desa bo'ladi. Shunaqa savollarga javob beradi. Shu savollarga javob berib, o'zidan oldingi fe'llarni xuddi bunday olganda sifatlaydi. Ya'ni ravish fe'llardan keyin keladi, otlardan oldin sifat otlardan oldin keladi. Ravish fe'llardan keyin, sifat otlardan oldin keladi. Shunda bu sifatlaydi. Misol uchun, u tez yugurdi desak, qanaqa yugurdi? Tez yugurdi. Demak, fe'llardan keyin keladi ravish, hozir ko'ramiz. Misol uchun, run fast deyman. Mana bu yerda run degan so'z bu fe'l, yugurmoq degani. Fast bu yerda tez degan bu ravish. Run fast degani bu tez yugurmoq degani. Tez yoki ehtiyot bo'lib hayda desa, drive haydamoq, carefully bo'ladi. Drive carefully. Ehtiyotkor bo'lib haydamoq degani. Ehtiyot bo'lib haydamoq. Drive carefully. Yokida o'zi odatda sifatlarga oxirga ly qo'shilib yasaladi. Ko'pincha ravishlar. Misol uchun beautiful degani bu sifat, chiroyli. Lekin shuni ravishga aylantirsak, beautifully bo'ladi. Bu ravish. Tushunarli?
Shunaqa oxiriga ly qo'shib, har doim emas, ko'pincha, lekin bir xilda mana bunaqa misol uchun good degani bu yerda sifat. Sifat. Lekin o'shaning fe'li bo'lsa, ravishi bo'lsa bu well bo'ladi. Bu yerda ravish. Lekin ko'pincha holatlarda oxiriga ly qo'shilib, sifatlarga ly qo'shilib, ly qo'shiladi, ya'ni ravish yasaladi. Sifat bilan ravishda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bitta qoidasi qanday qanaqa degan savolga javob beradi yoki qay tarzda degan savolga javob berib, o'zidan oldin kelayotgan fe'llarni sifatlaydi. O'zidan oldin kelayotgan fe'llarni ravish sifatlaydi. Sifat bo'lsam, bu qanday qanaqa degan savolga javob berib, o'zidan keyin keladigan otlarni sifatlaydi. Sifat bilan ravish tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.